Hammaga salom do'stlar. Men hozirgina demak shu YouTube'ga video qo'ydim. Ya'ni o'sha premyera qilingan video ko'pchilik uni ko'rdi. Ko'rmaganlar bo'lsa kanalga o'tib ko'rsin. Lekin men bitta so'ralgan jang bor. Kommentariyada so'rashdi mendan hozirgina o'sha Bekzod 1990 bilan o'tkazilgan jangni qo'yib bering deb demak iltimos qilishgan ekan. To'g'risi men bu jangni o'ynaganim yo'q. Men bu jangni demak chista o'sha so'raganlar uchun Qizil armiyaga qarshi Bekzod 1990 21-darajali Qanfa 20-darajali Sopra. Demak turnir jang bu o'tgan ekan, turnirda bo'lgan ekan bu jang. Men ko'rmaganman to'g'risi. Hozirgina menga demak kommentariyada yozishdi. Chista o'sha demak obunachimizni iltimosi uchun men shu uyqudan qolib bu videoni zapis qilyapman to'g'risi. Shunchalik so'rashdi, demak qanaqadir ko'radigan video bo'lgan menimcha. Tak kartani ochib qo'yamiz. Bizda pakashda shans bor. Tak Bekzod Kanfa deylik, Kanfa tomondagi jangchi 2ga ko'tarilyapti, stabilni har doimgidek har doimgidek emas. Bu kishi nimagadir center snapreniyani bazani biqin tomoniga, shu yonbosh tomoniga qo'yarkanlar. Tak. Resursdan terishyapti. Menimcha Sopra yaxshiroq teryapti. Nima deysiz Bekzodaga? Ancha kartada men endi e'tibor bilan o'zim ko'rmadim, lekin kartada faqat qizil unitlar ko'rinib qoldi-da, ko'klar ko'zga tashlanmayapti. Demak, birinchi pachka chiqyapti. Buni nima qilish kerak edi bu turnirda? Meni xabarim ham yo'q. Nima bu sizlar archa terishlaring kerakmi? Tak, birinchi pachka archasi bilan yo'lga chiqdi. Himoya unitchalari ham bo'lar ekan. Tak, Sopra tomon uni olmoqchi. Значит, tankni o'ldirsa, archasi tushadi, archani olish kerakmi? Hop. Bitta archa tushirildi, ikkinchi archa tushirildi. Olinyapti ham. Uchinchi archa menimcha o'tib ketadi, ulgurmaydi. Tak. Ikkita archa olinyapti. Bu paytda konfederatsiyadagi do'stimiz 3-o'rinli shtabga chiqdi. Demak, zavodlar ko'tarilyapti. Zavod shturm mashina yana bitta nima massa molot qilmoqchimi deysiz? Kanfa tomondagi do'stimiz bo'lsa, bu ham 3-o'rin shtabda. Demak, bu ham bu endi samasa bo'y, Sopra tomonda demoqchiman, uzr. Sopra tomon samasa bo'y Jaguarga chiqadi hozir. Braninoslar jamliq effektivniy bo'lmay qolgan. Tim Bolli 21-o'rinli jangchiga qarshi o'ynalyapti bu yerda. Tak, ikkinchi pachka. Sopra aktivroq. Sopra demak kutib olyapti, og'daryapti, egallayapti. Kanfa nima qilyapti bu yerda? Развиваться qiladi uni. Значит, молот, Zevs. Ikkita молот, bitta Zevs. Qanaqa ko'rinishda edi bu? Sizda razvedka qilmagan ekanda qizil. Hop. Demak, qizilda полный пехота, Cookda esa demak, molotopех bo'lyapti. Yaxshi taktika. Molotopех zo'r taktika. Bu yerda Braninoslar, Jaguar bilan Dekabraz, birdamyo pехота. Tak, karta mana bu ko'rinishda bo'lgan. Demak, qizil jangchi hozir ko'rmayapti uni. Bu yerda sekretniy jang bo'lyapti. Demak, ko'k jangchi demak, 3-pachkani qaytarib oldi. Hamma archalarni tushirdi undan, egallayapti. Tak. Kanfa tomonda уже Sopra tomonda ikkinchi giroy, 3-o'rin shtab. Demak, Kanfa tomonda 3-o'rin shtab, ya'ni o'sha ikkita zavoddan molot, zavoddan shit chiqarilyapti, giroy chiqarilyapti. 6ta demak center snapreniya bilan o'ynayaptilar jangchi. Hozir men ekran sal yorug'roq qo'yaman, uzr. Tak. Sopra demak chiqish joyini egallamoqchi. Demak, karta mana bu ko'rinishda. Demak, Kanfani qo'shini qayerdaligini ko'rayotgani yo'q. 2 qisib qo'yaman. Bu yerda ikkinchi vзвод tayyor bo'lgan. Bitta giroy bilan birinchi vзвод, demak bitta giroy bilan Rassamaxa bor.
Tak, hujum bo'lyapti. Ochib qo'yamiz kartani. Tak, Kanfani qo'shin bazasiga hujum bo'lyapti. Bu yerda Kanfa demak archa egallash bilan band hozircha. Zavodlarni buzishga harakat qilyapti, demak, сопротивление tomon. No, yaxshi jang bo'pti. Tak, Kanfa nima qiladi? Kanfa qaytadimi o'ziga? Yo'q. Ikkinchi qo'shin bilan bir jangni boshladi Kanfa. Bu yerda chista shtabni urmoqchi bo'lyapti. Shtabni urib bo'lmaydi-ku bunaqa qo'shin bilan. Полный pexota-ku. Unitlarni urish kerak edi menimcha. Avval unitlarni tugatib olib, demak, Kanfani unitlarini tugatib olib, keyin shtabga o'tish kerak edi jangchimiz. Tak, Kanfani bu yerda demak, yana unitlari bor. Bular endi Sopra tomonga o'tishyapti hujumga. Archalar egallandi. Shot 6 ga 6. Shtab o'g'namaydi. По-любому shtab o'g'namaydi. Nima deganda shu unitlarni pexotani udari kamlik qiladi menimcha. Tim более gold ataka qo'shilmagan. Qachab gold ataka boost qo'shilganda ham menimcha shtab o'g'nash mumkin edi. Bu situatsiyada shtabni og'darish masala menimcha. Bekor gol снабжение qilinibdi-da Sopraga. Ну ладно. Так, ikkinchi oqim demak hozircha Kanfa katta narsa yo'qotgani yo'q. Kanfa deyarli hech narsa yo'qotgani yo'q. Chunki shtabni uraman deb normalniy bitta vзвод bu yerda qurbon qilindi-da, lekin shtab buzilmadi. Tak, Kanfada hozir demak Serafim chiqadi. Sopradachi. Soprada ham Soprada giroy bor. Chiqarilgan. Yana o'sha demak archa uchun demak jang bo'lyapti. Archani egallash uchun Sopra tomon demak unitlarni shu pexlarini yo'qotyapti. Tak, archa egallanyapti. Kanfa jangni qabul qilishdan voz kechdi. Demak, karta mana bu ko'rinishda. Shu hujumni qilsangiz, nabarat Kanfa shu paytda o'yin tugatsangiz bo'lar ekan. Tak, hujum yo'q. Menimcha Kanfa tomon Serafimni kutyapti. Tak, aytdim-ku, Serafim bor, ana endi menimcha polnoценный hujumga o'tishadi ular. Bu tarafda demak Dekabras kam. Tim более bor upor unaga berilgan. Grantamyochga berilgan bular Serafimga qarshi slabый. Nima qilasiz? Serber ham chiqarasizmi? Serber yo'q. Yana Zeus zavod chiqarmoqchimisiz? Menimcha oxirgi bitta normalniy jang bo'lsa kerak. Tak, Gren, Jaguar, Geroy, Dekabrazga qarshi hozir Zeus, Serafim demak shturmavik bo'ladi. Ko'ramiz jang qanaqa bo'ladi. Oxirgi jang bir ikki qo'yamiz. Serafim davay ulta. Serafim ulta. Serafim. Nega Sopra tomoni qo'shini to'xtamadi? Oralab ketdik-ku. To'g'ri, nima deyishni bilmayman. Bu yerda aralash quralash bo'lib ketdi. No, o'zi qo'shin jihatdan ham ko'rinib turdi, что Kanfa tomoni qo'shin yaxshiroqligi nimagaki Sopra granatomyotchikka demak upor berdi. A Kanfa shturmavikka demak bu avtomatchilar deymizmi, nima deymiz endi dehqoncha qilib aytsak, o'shanga upor berilgandi bu yerda. Bu samo собой Soprani qo'shiniga kontr qo'shin qilindi. Bu yerda uni bilmadim endi vaziyat qanaqa bo'lgan, buni nimandir bilib asobiy plan bilan qilganlarmi yoki tavakkaliga plan qilganda o'xshab qoldimi? No, Kanfani qo'shini ideal chiqdi. Tim более anada Serafimning ultasini ham ishlata olmadilar. Agar Serafimning ultasini ham ishlatganingizda вообще Soprani shansi qolmas edi bu yerda. No, bir tarafdan profil balandku bizdagi 21 rangli profilku. Qachon chiqqan bu? Kommentariyaga yozib keting. Qachon 21 ga chiqdingiz? Yoki yaqinda 20 dan to'ldirib 21 ga o'tdimi profil? Bu Sopra yaqinda 19 dan 20 ga o'tganda. Yaqinda emas, endi oz-moz o'yin bo'ldi-yu. No, kach jihatdan katta o'zgarish bo'lmagan kachda. Tak, oqim yana bitta archalar bilan kelyapti. Menimcha shu oqimni hozir Kanfa olsa o'yin tugasa kerak.
Mana bu ko'rinishda bo'ladi. Demak, Sopra o'zini qo'shiniga ishonmay qoldi. Ну, конечно, ishonmaydi. Конечно, ishonmaydi. Bu yerda Slaviy qo'shin даже mana bu oqimni o'zini qaytarishini hozir unit yo'qotishga to'g'ri kelyapti-yu. Mana bu yerda Qumursqa deya qo'shin bor. Yomon emas. Jangja epichna bo'lmagan bo'lsa ham, no aktivna bo'lganda. Endi bu turnir shunaqa turnir. Men oldin ham o'ynaganman bunaqa turnir. U shunaqa bu yerda kuch bilan emas, tezlik bilan o'ynaladigan turnir bu. No, Soprani shansi qolmadi уже. U o'yin ham tugadi. O'yin davom etganda ham Soprani imkoni qolmadi anaqadan bu yerda. No, g'alaba bilan tabriklaymiz Bezdoga. Yaxshi jang, menimcha yaxshi video bo'ldi. Bu so'ralgan video. Menimcha endi ko'ngildagidek kommentariy qila oldimmi yo'qmi bilmadim. Tak, qani o'sha jang? Win rate'larni ko'raylik, jangchilarning win rate'ini. Tak. Mana. Tak. 60% win rate. 80% win rate. Ну, молодец. Men deymiz zo'r. 9785 ta yulduzchasi bor. Bizda-chi 6386 ta. Ну, разница слишком katta-ku. Значит, bu mana bu profil juda ham kuchlilik qilmaydimi Qizil Armiyaga? Juda ham kuchlilik qilgan-ku bu. Yulduzcha 9785 ta yulduzcha bu ancha muncha jang ko'p o'ynalgan, davno kashlanib kelayotgan profil degani-ku bu. To'g'rimi? Mana bunda 6386 ta. No, nima ham deyman? Yaxshi jang. Jang shunaqa bo'ldi do'stlar. Demak, video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Bu endi so'ralgan video. Akamizga yoqadi degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.